Atlanguages Cho'ning Esl onlayn boshlang'ich kursiga xush kelibsiz. Ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqingizni biz ham baham ko'ramiz va sizning til o'rganish safaringizda har bir bosqichda sizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Tajribangizni yanada boyitish uchun platformamiz bo'ylab yo'l ko'rsatma turini ochishingizni tavsiya qilamiz. Bu tur sizga platformadan qanday foydalanish, qiziqarli mashg'ulotlarda qatnashish va o'zingizning rivojlanish hisobotlaringizga oson kirishish bo'yicha foydali ma'lumotlar beradi. Dasturimiz tilning to'rt muhim yo'nalishini qamrab oladi: tinglash, gapirish, o'qish va yozish. U boshlang'ich va o'rta darajadagi o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan. Siz so'z boyligingizni oshirish, grammatikangizni yaxshilash va talaffuzingizni mukammallashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Talaffuz haqida aytadigan bo'lsak, bizning talaffuz modulimiz ajoyib, u sizga o'z ovozingizni eshitish va bir vaqtning o'zida fikr-mulohazalar olish imkonini beradi. Bu esa gapirish ko'nikmalaringizni rivojlantirish uchun beqiyos vositadir. Siz bilan birga o'rganish tajribasidan chin dildan zavqlanishingizni va til o'rganish yo'lingizda katta muvaffaqiyatlarga erishishingizni tilaymiz.